Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun yana bir ajoyib proyektga keldik. Xudo xolasa Istanbulning markazlaridan Kağıtxonadan. Bu proyektimiz bitta blokdan iborat. 8 etajli. Birinchi etajdan 6 etajgacha 1+, 2+ kvartiralarimiz mavjud. Bundan tepalarida 2 etajimiz dubleks kvartiralar. Lokatsiyasi juda ajoyib. Hozir tashqaridan yana ko'rsatib o'taman sizlarga proyektning atroflarini. Kent universiteti, bu yerda Axis Istanbul bor. Keyin yana bir nechta mashhur o'sha bolalar maktablari, bog'chalari, podrobno hamma narsani sizlarga tashlab qo'yaman. Xudo xolasa ko'rib, baho berasizlar. Uyning ichki qismlarini xudo xolasa juda ajoyib lokatsiyada. Kimga qiziq bo'lsa, biz bilan aloqaga chiqinglar. Sog' bo'linglar. Azizlar, yana bir marta assalomu alaykum. Bu zdaniyamiz ham Lavantda, juda ajoyib lokatsiyada. 8-etajgacha sotilib bo'lgan. Aslida zdaniya 13-etajlik, 8dan tepalarda kvartiralarimiz mavjud. Manzarasi juda ajoyib, butun Istanbul ko'rinadi desak ham bo'ladi. Bunaqa lokatsiyadan to'g'risi hozirgi momentda Istanbuldan kvartira topish juda ham qiyin. Shuning uchun podrobno sizlarga qiziq bo'lsa tashlab qo'yaman. Narx-navosini ham gaplashamiz. Zo'r lokatsiyada niyat qilganlarga nasib qilsin.